Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizni başlayımız. Leksiyada size gacuruz. Washington'dan sözdeyimiz. Hürmetli vatandaşım, Turan vatandaşlarım. Turan efendi sizin koygan iktisat doğrusu koygan sualınız mesela pulunu kontrol kılış meselesi büyüce Prezident Trump günkü besim işlerse kanda kakvet yüz verdi. Biz bu sualını koyup duraylı. Hazır ciddi bir haber geldi. Ben üzem ciddi haber dedim. Bu haber bugün Duvi Torbit'de ilan kılındı. Vatandaşlarım kandak oylaydı ve kandak tasavvur kıldı. Ben bugün bu haberine vatandaşlarım tanıştırmam. Turan efendi dikkat. Amerika Qo'shma Shtatlarining qoraqalloqda jang qilguvchi qismlari Tayvanga kirib AITga o'rinlashudir. Bu ish Prezident Trumpning Tayvan to'g'risidagi yangi harakatidir. Mavzuli xabar 2 ayning 17-kuni Dubi Torbit'da e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlan. Mavzuni yana bir qatam o'qib o'tay, hurmatli vatandoshlarım. Amerika Qo'shma Shtatlarining qoraqalloqda jang qilguvchi qismlari Tayvanga kirib AITga o'rinlashudir. Bu ish Prezident Trumpning Tayvan to'g'risidagi yangi harakatidir. Mavzuli xabar 2 ayning 17-kuni Duvi Torbit'da e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlan. Amerika'nın Tayvan'da turuşluq iş başqarmasının sabiq amaldori 2 ayning 15-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika qoraqalloqda jang qilguvchi qismlarni avatib, Tayvan ish boshqarish o'rnida turg'izdi. Amerika qoraqalloqda jang qilguvchi qismlarni avatib, Tayvan ish boshqarish o'rnida turg'izdi. Amerika'nın bu harekati Amerika-Tayvan munosabatini yuqori ko'tarishning muhim tarkibiy qismidir. Endi bu ish Amerika-Jungo munosabatiga jarohat elib keldi. Albatta, yana shundaqla yaqindan beri qatmal holatga tushib qolgan Jungo-Tayvan munosabatiga yana yangidan zarba elib keldi. Universal matbuotlar 2 ayning 17-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın Tayvan'da turuşluq jamiyati Tayvan ish boshqarish o'rni Inglizcha qisqartirilma ismi AIT ning sobiq boshlig'i Yang Sukang 15-kuni Washington bilim xazinasi butun Tayvan tadqiqot markazi uyushtirgan muhokama qilish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika qoraqalloqda jang qilguvchi qismlarni avatib, Tayvan ish boshqarish o'rnida turg'izdi. Balki Amerikaning chet elda turishliq elchixonalarining muhim bir belgilaridan birisi bosh elchini qoraqalloqda jang qilguvchi qismlarning qo'g'dishidir. Diqqat vatandoshim Turan efendi. Balki Amerikaning chet elda turishliq elchixonalarining muhim belgilaridan birisi bosh elchini qoraqalloqda jang qilguvchi qismlarning qo'g'dishidir. Tayvan markazi agentlik xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Qoraqalloqda jang qilguvchi qismlar Tayvan ish boshqarish o'rniga kirgandan keyin ularning muhim vazifasi bu organning bexatarligini qo'g'dash bo'ladi. Bu ish Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdoshi Tayvanga bergan va'dasining simvollashgan ifodasidir. Xabarlarga qaraganda, Amerika Qo'shma Shtatlari qoraqalloqda jang qilguvchi qismlarining bosh elchini qo'g'dash qismlari Amerikaning shu yerlarda turishliq bosh elchilarini, konsulxonalarini va Amerikaning shu davlatlarda turishliq organlarini qo'g'dashga mas'ul. Osiyodagi bosh shtabi Tailand davlatiga o'rnashgan. Taylanddan uzurab chiqib, Amerikaning qoraqalloqda jang qilguvchi qismlari Amerika bilan diplomatik munosabat o'rnatgan barliq Osiyo davlatlarida bosh elchini qo'g'daydi. Biroq Tayvan bilan Amerikaning munosabati diplomatik munosabat hisoblanmaydi. Tayvan markaziy agentligi mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Tayvan diplomatik munosabatni uzgandan keyin Tayvanda qurilgan ish boshqarish o'rnini Amerikaning qoraqalloqda jang qilguvchi qismlari
qo'g'damaydi. Demak, Amerika bilan Tayvan diplomatik munosabatni uzgandan keyin Amerikaning Tayvan turishliq ish boshqarish o'rnini qorovliqda jang qilg'ich qismlar qo'g'damaydi. 76-yildan boshlab bugungacha shundaq edi. Amerika ham Tayvan Amerika munosabatiga aloqador taraflarmi munosabati emas deganni ta'kidlaydi. Tayvan Amerika munosabati aloqador taraflar munosabati emas deganni Tayvanni ta'kidlab turadi. Endi bugun Amerikaning Tayvandagi ish boshqarish o'rni haqiqatan Amerikaning quruqlikda jang qilguvchi qismlari kelib qo'g'daydigan bo'lsa, Amerikaning Tayvan turishliq ish boshqarish o'rni xuddi Amerikaning chet ellarda turishliq bosh elchixonasiga o'xshab qoladi. Amerika Tayvan munosabatida nihoyat zo'r simvollik o'zgarish yuz berdi. Bu ish qarta Jungo Palla Akademiyasining Tayvan tadqiqot o'rnining boshlig'i Wang Jianmin 2-ayning 16-kuni Yer shari vaqt gazetiga mundaq ko'rsatdi. Amerika bu orqali Tayvanga bergan va'dasini kuchaytirmoqchi bo'lyapti. Bergan siyosiy va'da aslida xatodir. Dunyoda har qanday bir egilik huquqliq davlat ikkinchi bir egilik huquqliq davlatda bu xilda qo'g'dash elib bormaydi. Bu ish Amerika zo'ravonligining markaziy ifodasidir deydi Wang Jianmin. Xo'sh, hurmatli vatandoshim, men buni jiddiy xabar deb qaradim. Tunugin biz bir jungo siyosatiga Amerika nima uchun chirmilib qoldi ekan dedi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump. Shundaqla 2-ayning 9-kuni Jungoning raisi Xi Jinping bilan telefon aloqasi qilib, prezident Trump o'zining so'zidan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari nima uchun bir jungo siyosatiga chirmilib qoldi ekan degan siyosatda yon xilma-xil g'ulg'ula, xilma-xil fikrlar o'tirg'i chiqdi. Biz o fikrlarning qisman yoki bir qismini vatandoshlarga tanishtirdik. Shu vaqtida biz og'zimizdan chiqarmasaqmi, lekin aldirmanglar ishtaha oldimizda degan yaga kelib to'xtagan edik. Mana bu yerda qarab boqaylik, bir jungo siyosati masalasi u boshqa bir gap. O bir sözde ibarda diyalogda sözlendiğen gap. Bugünkü emde ameliy harakat qaranki, Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqlikda jang qilguvchi qismlari bosh elchini qo'g'daydigan odat bo'yicha yoki shundoq aloyidlik bo'yicha bugun emde Tayvanga kirib, Tayvan ish boshqarmasida, ya'ni Amerikaning ish boshqarish o'rnini Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqlik chiqib jang qilguvchi qismlari qo'g'daydigan bo'l. Bir jungo meselesi hürmetli vatandaşım diyalog mensup oldu. Endi bugün bu işte nima deb tushundirimiz hürmetli vatandaşım. Biroq bizning tasavvurimiz mu xuddi boshqalarning tasavvuriga o'xshash. Cho'ng qurilishidu, tez bo'lib qoladi, atrofliq bo'lolmaydi, ba'zi atrofliq bo'ladi, ba'zi ortiq o'ylab qolamiz. Biz en tasavvurimizga murojaat qilaylik. 1943-yili Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'uristonning Urumchi shahri poytaxti Urumchida konsulxona qurgan edi. Richard Irmondi Kilobini konsul qilib tayinlagan edi. 1945-yili Amerika Qo'shma Shtatlari Urumchida qurgan konsulxonaga yangidan Warren apandini konsul qilib tayinladi. Biz endi nima deymiz? Bugun endi hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanda ish boshqarishini qo'g'dishi uchun Amerika Qo'shma Shtatlari quruqlikda jang qilg'ich qismlarni vatibdi. Biz qismning gapini qilmaylik. Amerika Qo'shma Shtatlari tarixni asli keltirish kerakmi yo'q? Amerika Qo'shma Shtatlari tarixda qilgan to'g'ri ishlarni qaytadan jonlantirish, qaytadan asli keltirish kerakmi yo'q? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati yoki davlat majlisi qaror qilib, ayni vaqtdagi bosh elchixonani, kechiringlar, ayni vaqtdagi bosh konsulxonani, Urumchida qurilgan konsulxonani asli keltirish kerakmi yo'q? 45-yili yangidan tayinlagandek, ya'ni yangidan Urumchiga konsul tayinlishi kerakmi yo'q? Biz shundaq talab qilib Amerika davlat majlisi kiralamizmi? Shundaq talab qilib Amerika davlat majlisi kiralaydigan bir o'g'il bola bormi? Ko'chko'yda g'avat qilib yurma, agar o'g'il bola bo'lsang, mana sen qildigan ish chiqdi o'tirga. O'zingning beshi o'zan qalpoq kiygizib, o'zan kiygan qalpoqda ministerman deb tarad o'ynamay. Ish qila olayman desang, ish qiladigan ish mana chiqdi. Kel Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisini qo'g'lab chiqarib etmaydi. Yezib baqa. Mushu gapni yezib baqa.
Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining Amerikadagi, Urumchida qurilgan 1943-yili va 1945-yili 48-yiligacha ishlagan konsulxonasini asli keltirish to'g'risida iltimos etib. Biz mana bu tasavvurni nereden aldık? Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqlikda jang qilguvchi qismlari Tayvanga kirib, Amerikaning Tayvandagi ish boshqarish o'rnini qo'g'daydi ekan. Demek hozir nima bo'ldi? Bu ish asli bosh elchi darajali qo'g'dash bo'lib hisoblanadi ekan. Undaqda Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvandagi ish boshqarish o'rni bosh elchi darajali o'rin ko'tarilganmi? Bundaq ish bo'lsa nima bo'lib ketdi jahonning ishi? Turan apandi tahlil qiling, atandishim.